Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga oid davlat siyosatini yanada kuchaytirish, ularni qo'llab-quvvatlash, harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlarni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash borasida qator qaror hamda topshiriqlar belgilab berilgan. Ana shu muhim vazifalarni joylarda izchil amalga oshirish maqsadida Zarafshon shahar hokimi Nazarbek Rahmanov o'tgan yili rahbar va yoshlar uchrashuvida yoshlar bilan ochiq muloqot chog'ida 1 yillik harbiy xizmatni o'tagan har bir yigitni ishga joylashtiramiz deya aniq va'da bergan edi. Hammani vatanni himoyasiga labbayda 1 yil bo'lib kelganlari uchun men hamma bizning va'damiz bor. Aka bilasizlarmi? Hozirda rahbariyat kim bor vatanni himoya qilsa, chegaradan MCSdan mudofaadan farqi yo'q. Himoya qilsa, ana shu ishga qo'yamiz va'damiz bor. Hozir ish topish kerak-da birinchi o'rinda, to'g'rimi? Ish keyin qo'ygan bo'ladi. Xo'p. Vatanni himoya qilganlar uchun rahmat. Chunki vatanni himoya qilganing uchun mana hamma rahbarlar sizlarni imtiyoz beryapti. Faqat bu 1 yillik armiyaga borib shu sarhadni qurg'agan uchun. Oradan 1 yil o'tib ushbu va'da so'zda emas, amalda o'z ifodasini topdi. Bugun 1 yillik harbiy xizmatni o'tab qaytgan 28 nafar yosh yigit korxona hamda tashkilotlarga ishga qabul qilindi. Mazkur tashabbus davlat siyosatining hududlarda amaliy samara berayotganligining yaqqol dalilidir. Bu yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, hayotda mustahkam o'rin egallashlariga yo'l ochish yo'lida tashlangan muhim qadamlardan biridir. Shahar hokimining bu tashabbusi yoshlar orasida vatanparvarlik, fuqarolik mas'uliyati va mehnatga bo'lgan e'tiborni yanada oshirayotgani bilan ahamiyatlidir. Zarafshon shahar hokimligi tomonidan ilgari surilayotgan bu kabi amaliy tashabbuslar yoshlarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, ularga munosib hayot tarzini yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Nazarbek Rahmanov uchun kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash doimiy ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.